Edersiz namlaştırıp sözləbitli. Ama yonxolanma degan turni köge aldın qatım. Ama bu niməsi asas arxib alaqısıyla marif tərbiyesi degandek türlərkən bu əzalarınki betiga kirgandan keyin ashunda chiqadigan gaplar. Masalan, buloqchanninki materiallari ma'azat tahlash o'rniga masalan buloqchanning uchurlari o'tli masalan mushu gap material ekan. Ama gap aslında bunu tanışmasak mı bo'ldi bu o'rin oldi. Bu o'rindan men uqtirish yo'llash bekatga barliq a'zolarga material to'njisi bekatga. Masalan, shunun jinsi deganga saqlab o'zimiz to'nji qilib olsak bo'ladi. Bu o'rindan boshqa tanishadigan turlar bor. Qaralandi. Guallizo bu nima? Boshqarish guruhi. Ya'ni bekat mas'uli alayda boshqaruvchi deganda gaplarni shuni tanishamiz. Masalan, ma'lum jibin shaji turiga kirsak, birinchisi alayda ziyorat qila oladi deydi. O'zini yushira oladi. Ya'ni bekatga alg'ma astidagi bekat qismida a'zolarning ismini chiqarib berganda masalan, buloqchada ma'lum chiqib turgan yer biz ma'lumni yashin qilib olsak, a'zolar yushirib kira oladi. Bu yerdan boshqa turlarni tanishimiz mana shunday materiallarni izlash iqtidoriga ega degan gapgan. Boshqatni xohlagancha belgilay olamdi. Masalan, bu turdan yana ko'rib baqalar. Bundan boshqa tanishadigan yerlar yo'q ekan. Ikkinchisi munbar turi. Ma yang tim yo'l yo'lamdi, inkas yo'l yo'lamdi dedik. Endi maya qaranglar. Men bunda bir tur va Çembu bu şu yavşınğı. Bu degan gap hammani tasdiqlamayman degan gap. Masalan, siz bekatga yangi a'zo qatorida a'zolar guruhi bor. Qaranglar, cheklangan a'zo yangi a'zo masalan, siz bekatga har qanday a'zoning temisini tasdiqlamoqchi bo'lsangiz, xalqan bir a'zo guruhisini echib, bo'rindi luntan degan turdan kez shangwan degan tur kirgandan keyin, masalan, Çembu şu yavşınğı bu nima ekan? Bekat yangi a'zolar kirgandan keyin hamma materialni tasdiqlayman deydi. Bu nima desa, inkas yo'llasimi siz tasdiqlagandan keyin bosh bet chiqadi. Tim yo'llasimi shunda chiqadi. Agar tasdiqlamasangiz chiqmaydi. Ikkinchi tur nima? Ikkinchi turni tanlasangiz, yangi inkas yo'llagan vaqtingizni tasdiqlamaslik deydi. Endi mavju tim ham inkas har ikkilisini tasdiqlamaslik deyotdi. Mav nima? Hammani tasdiqlamaslik deyapti. Demak, shu vaqtda hech nimasini tasdiqlamaysiz. Endi sizning tanlamoqchi bo'lsangiz, ba'zi chaqda tasdiqlayman desangiz, ma'lumdan hammani tasdiqlayman deb tanlab qo'ysangiz, yangi a'zoning barliq temalarni tasdiqlaysiz. Endi keyingi turga qaraylik. Bekatga rasmlarni tushiralamdi debdi, buning yo'q debdi. Tushirsin desak, yangi a'zoning ma'lumotini tanlab qo'ysak bo'ldi. Undan keyin men bir narsa maqtan olay debdi, qaranglar. Birisi Xaydi deyma. Bu Xaydi deyma degan nima degan gap desa, bu yushrunalar timi yo'llay olamdi degan gap. Masalan, fo'qildiq, demak, a'zo yushrunalar timi yo'llamaydi. Masalan, bunday gap, Turdoshlar diqqat qilib bo'lishi mumkin. Ma'lum timi yo'llagan vaqtingizda masalan, birdan tushish adresi tuvandagidek deb tushish adresini yushirib qo'yib, inkas yozgandan keyin ko'rinadi degan birdan iqtidor bor bekatning. Ya'ni a'zolar mush inkas yozmasa, shu adresni ko'rolmaydi. Bu iqtidorni dal mana mush iqtidordan ochimiz. Buni şey qilib olsak, shu a'zo yushrin timi yo'llay oladi. Fo'q qilib olsak yo'llay olmaydi. Masalan, şey qildik. Masalan, men bir ko'rsatib o'tay, buni qanday yo'llaydiganligimizni. Timi yo'llash degan gapni ochdik. Masalan, ma'ni yoziq. Masalan, yezib talabaning mush yushirgan mazmun talabaning ma'lum birdan qulp mazmun qulp ba. Buni masalan, yushir mazmun qo'shish. Bo'ldi, ko'rdinglarmi? Xaydi deymashiga elindi. Xaydidan boshlanib, Xaydidan aşağı demak, ma'ni temini yo'llagandan keyin bu shu ikki deyma ichiga elingan mushxatni har qanday a'zo ko'rolmaydi. Ko'rish uchun chuqum qanday qilish kerak? Inkas qaytarish kerak degan gap. Yo'q, yushrin yozmani shunday yo'llaymiz. Inkas qaytarmasa mazmun oshkorlanmaydi. Bu shu iqtidor shu endi audio, media, flash qatorli iqtidor. Bu degan gap surat, ovoz, flash kinolarni bekatga yo'llay olamdi degan gap.
Endi bu yerda nim deb turdi? Fo deb turdi. Fo deb bo'lsa qanday qildi? Yo'layolmaydi. Men yo'layman chunki men munbar qurg'uvchi. Hozir buni qanday qilamiz? Chuqum a'zolarning kino film yo'lashliqlarini aytish uchun turni shi qilib belgilaymiz. Keyingi birisi mayli qilmavi imzoga diskuz kodlarini qadalamdi deydi. Mabət interkoneksiya besib ketdi. Mana shu Turkiyagan. Mana diskuz kodi qadalamdisi bu odatda bu ishlarni ochmoqchi bo'lsa qa deymiz. Undan keyin emoji, ya'ni imzoga rasm chiqara olamdi deydi. Bu yerda foken. Agar imzoga rasm ishlatsa bo'ldi desak, buni shintallasaq bo'ldi. Bu iqtidorlarni tushunish to'la muhim. Birinchisi shuni tema yo'llash, ikkinchisi kino film yo'lashliqlarini echish a'zolarning. Shay qilmasak a'zolar kino film yo'llay oladi. Keyingi birisi imzoga diskuz kodi ishlatalaydi. Ya'ni o'zi xohlagancha kod tahrirlab qilsa bo'ladi. Keyingi birisi emoji, ya'ni o'zining imzosiga rasm chiqara oladi degan gap. Imzoning cho'ng chekligimizda 80 harfni esib ketmasin degan gap. Uni keyindan nima bosqichlarni tashmaymiz. Undan keyin men bir turga qaranglar. Dumping duty degan nima? Masalan, temini bağlash, temini bağlay olamdi, inkasini bağlay olamdi degan gap. Masalan, bu inkasini takror bağlamdi, yo'q. Masalan, cho'rin qilib atdik. Biz bunda bir masala yo'liqqan, ko'ngillik sahifa. Mana echib biz bu temini bağlayamagan. Biz tilavri bağlasak bo'ldi. Undan qanday qilamiz? Biz bağlash huquqini açmız. Mesela mazı yo'q huquqi men gualluzuga kirib boshqa turdi. Mesela men bekat mas'ulxon ekan, mushtung turini ochdim. Mana ochdim, qaranglar. Mana eski turkan belgilik a'zolarning nima uzamni temisini bağlayolmayman o'to'g'ri, shu yerdan chiqqan xatolik. Bundan keyin mana luntan shanganni aslan mushatan shaymiz. Ikkinchi bir tur fujan. Qaranglar, birinchisi qo'shimcha hujjat tushira olamdi. Shu a'zo gruppasi, mesela yangi a'zolar deb ataylik. Qo'shimcha hujjatlarni tushirolmaydi desak, foq qilib o'tamiz. Shiqqa tushira oladi. Ikkinchi rasmni ko'ra olamdi. Masalan, hozir bekitimizga qo'shimcha rasm yo'llasak, a'zo bo'lmay turib ko'rolmaydi. Sayyohlarning bundan huquqi yo'q. Shu yerda sayyohlarning huquqini shiq qilib olsak, bu masalan, yo'nquzuni ochdik. Ama shiqunzuq dava bu sayyoh degan mana. Sayyoh. Bekitimizdan sirtdan ko'rayotganlar a'zo bo'lmaganlar, qarab baqinglar mana. Bekitimizning hech nima tushirolmaydi, rasmni ko'rolmaydi, binasini yo'llayolmaydi degan gap. Agar biz buni shi qilib shuni shu belgilab olsak, bekitimizga a'zo bo'lmay turib, bekitimizga rasmlarni ko'ra oladi. Mana qo'shimcha hujjat yo'llay olamdi deydi. Hozir yo'q yo'llayolmaydi. Agar yo'llasansak, deb aytamiz. Mana shiji fujan shuchan. Yana qo'shimchalarni kirish huquq biramsiz degandek ma'nosida bu odat foka buni shi qilib olsak bo'ladi. Lekin rasm yo'llay olamdi bekatga qo'shimcha. Hozir yo'llayolmaydi ekan-ku. Bekatga a'zo bo'lmay turib rasm yo'llash bo'lmaydi, ular chuqur a'zo bo'lish kerak. Undan buni foq qilib o'tamiz. Agar yangi a'zolar rasm yo'llash bo'ldi desak, buni shi qilib o'tamiz. Buni mushu tanishamiz. Yana birisi tershur duty. Alohida temalar degan gap. Masalan, palliativ yo'llay olamdi, biletlik temi yo'llay olamdi. Yana bu boshqa temalar ekan-ku, masalan, mush temalarni yo'llay olamdi degan gap. Mushuni ochamiz. Undan keyin tovar temasi yo'llay olamdi deydi. Mana shu hujjatdan bo'lma chunzu shanga mana ko'p tahrirlamaymiz odat. Mana darvoza maturlar bo'yicha gaplashmaymiz. Mana jifin shangan. Men bir turga qarasak, birinchisi nima desa, duanshinshi buja jifin. Bu ku jifin. Ya'ni uchur yo'llasa, yeliqi nimasini tutib qolamsiz, jo'g'lanma ko'lib o'tamsiz deydi. Buni jo'g'lanma ko'lamaymiz. Binas izi ko'lamdoq, yo'q. Qo'shimcha material tushish shu yo'q. Agar biz deymiz, masalan qaranglar, bundan so'ng nima bo'ldi desa, yo'q qo'shimcha material tushsa, shu a'zoning jo'g'lanmasini tutib qoldi. Shular shu. Uni keyindan shazay shufi fujan, ya'ni haqliq narsalarni tushira olamdi deydi. Chunki bu yo'q qilib o'tamiz-ku, tushunmaydi. Shular. Endi men bunda bir turga qaranglar. Bağlash degan gap chiqdi. Masalan, men yerga chuqum bağlash iqtidorini qo'zg'atish uchun, masalan, ma temada bağlash degan gapni paydo qilish uchun chuqum shu a'zolar qanchalik bağlaydi degan bir turni ochamiz. Men o'zimnikini tanashay. Shitonzo'ga kiramiz, bekat masloga kirdik. Qaysi turdan chiqdi? Kunjan Sherjininki. Chita turdan Jifin Shangwan degan yerdan chiqdi.
Mesela mani tushudun qilma qaranglar. 3 xil turuvchi baliy alaydi. Mani shu a'zoning o'zining cho'g'lanmasini tutib qolamsiz yoki sistem tarafdan birazdan yoki belgi ursak. Masalan, men bir a'zoni 5 tillar bilan mukofotlasam, mening tillarimdan kodib oldi. Agar kodibsin bekatdan bersansak, belgi urmaymiz. Masalan, Zui Shaoji necha, eng ozg'in nechini bilalaysiz? 5 dan biray. Eng ko'p bo'lgan nechini bilalaysiz? Masalan, 50 dan biray. Yoki bir qatamda eng ko'p bo'lgan 50 tilla yo shuhratlar mukofotlaymiz. Hamda 24 yil eng ko'p beradigan necha? Masalan, bek 50 deb yozib qo'yay. Buni nega desa, faqat bir lam temini balayasiz. Eng yuqori 50 bir lam temini. Shu ma'noda 500 qilib o'tay. Yoki 1000 degandak o'zimiz xohlagancha belgilasak bo'ldi. Bo'ldi. Endi men mana muqimlashtirib saqlab o'tay. Endi men ma'batni bir yanglab ko'rib boqay, qaranglar. Mana ma'lum qarang nima ichildi hozir? Bağlash degan bir dana xat ichildi-ku, asli yo'q bu. Sen ko'rib boqali. Bağlash kechiring o'z temingizni o'zingiz bağlab berolmaysiz deb atadi. Biz ani yoqdi-ku o'zining temisini o'zi bağlamasin deb. Bunda qilsak hammadan o'ziga o'zi tilla ko'paytib oldi bir. Mana mush bağlashlarni dal mush o'rindan olsak bo'ldi. Keyingisi Davji Shanguan, ya'ni qurollarni ishlatish. Qurollarni ishlata oladi, sotib olib, uni sotib olishga bo'ldi, boshqa o'tib olishga bo'ldi degan tür tanlaqlar ekan. Birinchi tur nima? Qurol ishlatishni cheklaymiz. Hech qanday qurol ishlatmaydi. Bu qurol nimasi? O'zininki nomini yushurdi. Nomsiz a'zo shaklida yo'llay oladi. Hasan Husayn kartasi qatorliq kartalarni ishlata oladi degan gap bekatda. Keyingisi Shangsoganli. Motorni tanishmaymiz, Mushturi 3 tur bo'ldi. Boshqa turlarni odatda ko'pincha ishlatmaymiz. Bo'ldi, mushunchalik tushunsak. Darsimiz shagacha bo'lsin. A'zo huquqini noyda bek tafsil ko'rsak bo'ldi. Bak muhim mazmunlar bu. Darsimiz shagacha bo'lsin. Xayr xo'sh.